Assalomu alaykum akalar. Sizlar Xudo xolasa yana reysimizni boshlab oldik. Marg'ilondan Moskvaga xurmo yuklayapmiz. Hozir men sizlarga xurmoni holatini ko'rsataman. Xurmoni holatini ko'ringlar. Nima deyapti xurmoni? Pishganmi, pishmaganmi? Kim biladi xurmoni. Yo'q, shunaqa yukladim. Birinchi marta xurmo yuklayapman. Ularni ham birinchi marta chiqarishgan xurmoni. Odatda xurmo bunaqa bo'lishi kerak, rangi. Lekin buniki ko'k. Haragasini bersin, Xudo xolasa. Salomon topshiramiz degan umiddaman. Beravelni ham ko'tarilib oldik, Xudo xolasa, akalar. Tarozdan chiqdik hozir. Tarozda o'tirgan akaga, aka qancha ekan? Tonna. Desam 38 tonna ekan dedi. Bitta rasmga olib berolmaysizmi desam, uka nimaga bir yo'l ashini rasmga oldirib olavermading menga? Boshida kelingni so'rab. Bir yo'l rasmga oldirib olsam bo'lmaydimi dedi. Nima bo'ladi? Biror joyingiz yilib qoladimi desam, sen bir yo'l rasmga oldirib olavermaysanmi? Nimaga zarar deyapti. Menga o'z kerak aka. Videoshida perigruz bormi yo'qmi? Shuni bilgani desam, chaynalyapti xullas. Aka 30 ga tiqib o'ying deb sekin chiqib ketaverdim. To'g'ri, portushkasidan gapirdim. Odamlarga qanaqa muomala qilish kerak? Bilmadim. Birinchi rasmga olib bering deyish kerakmi? Keyin so'rash kerakmi? Yoki rasmga olib bering deyish kerakmi? Perevalga to'xtadik. Tunneldan chiqqanda. O men dorilarimni qaranglar. Hamma doridan katta qilib taptechiga qilib qo'ydim. Xudo xolasa bunga ish tushmasin u. Qorni og'riq, bosh og'riq. Plus hammasiga bor. Bundan bag'i Rossiya sovuq. Shunga qilib olmaydi. $230 mingami, $220 mingga borib chiqdim, hamma yo'q bor. Gripga bo'lgani yaxshi baribir. Aysiga bo'lganman, o'chirda sekin siljayapman. O'chirt gidet 2 kilometrga borib bormay o'chirt bordi ekan. Onquldi ferma. Endi stansiyaga chiqib turib, o'sha yerda dokumentimni kutaman. Dokumentim kelishiga keyin kirib ketaman-da. O'chib ko'payib qoldi lekin. Oynadan ko'rsatsizlar. Yo kech paytga yo ozonga yetib keladi dokumentimiz ham. Stansiyaga chiqib dam olamiz. Kutilmagan vaziyat. Shunaqa hayotimiz davomida kutilmagan vaziyatlar ham bo'lib turar ekan. O'chirda borib, stansiyani oldida tayyor bo'lib granitsadan chegirib ketishga tayyor bo'lib turgandim. Ayrim bir
sabablarga ko'ra u granitsadan o'tolmaymiz ekan bu xurmo bilan. Qara sababligini ayta olmayman. Ertaga muammo bo'lishi mumkin. Endi hozir qayerga ketyapsan deganlarga, endi hozir Sirdaryoga ketyapman, Ilchovkaga. O'zi oldin Ilchovkaga ketganimiz bo'lardi ekanmi, maysiga yurmasdan. Misol Toshkent ichidamiz, halqa yo'lda. Hasanboydan o'tib ketyapmiz. Ilchovkaga ketamiz endi, boramiz. Sirdaryodan o'tamiz. Sirdaryoga anchadan beri kelmaganimga yo'llari tamom bo'lib ketibdi. Tamojna ham o'zgarib ketgandi. Где-то 2 yil bo'ldi-da. Sirdaryoga kelganim. Legenda granitsaga dokumentlar ertagalikka qoldi. Ertalab kelsa kechgacha bo'lamiz endi Sirdaryodan Ilchovkadan. Ilchovkaga ham kirdik. Ancha o'zgarib ketibdi Ilchovka ham. Qo'yib damni olamiz biz. Zabordaga qo'ying deydi. Ozgina yopishtirib qo'ymasak. Damni olamiz endi biz. Ertalabgacha. Mashina avtomatik orobga qiziqib turganlarga. Nima tarixlatib uryapti skurga deganlarga. Akalar kunimiz ham kechikirdi. Dokumentlar bo'lmadi. Yukda xullas nima bo'yapti deganlarga ozgina ko'k yuklar bor edi. Ko'k emas endi. Ozgina ola sarg'aymagan yuklar bor edi. O'shanga fitochilar xullas fito bermayapti, dokument bo'lmayapti. Endi buni sarg'aytirish uchun orqasini ochib qo'yamiz. Ertalabgacha. Tinchgina qulog'imiz shovqinda yotmaydigan bo'ldi. Ajala va nihoyat dokument ham chiqdi. Ya'ni bu fito qog'oz. Yukni nima desam bo'ladi? Doktor qog'ozi. Shunaqa qog'oz bo'lmasa bo'lmaydi. Bunga ham O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya pechat bosadi.
Endi qolgan dokumentlarni kutamiz. Kun ham kech kirdi. Ko'rishlar mumkin, kun ham kech kirdi. Başta 2 kun yotdik bu dokument chiqqungacha. Qolgan dokumentlarga esa o'tib ketamiz. Bugun o'z chisloyimiz 20-sentyabr. Sizlarga hozir yana valyutalarni ko'rsatsam, bu qanaqa pul deganlarga. Zarachigim uzunligini qaranglar. U tepagacha yetadi. Bu pullar xullas O'zbek Rossiyada, Qozog'istonda ishlatiladigan pullar. Ya'ni Rossiyaga rubl, Qozog'istonga tanga. Sizlarga bu pullarni yana ham oddiyroq qilib, sodda qilib tushuntirganda yo'limizga, salarkamizga, yeb-ichorimizga, oziq-ovqatimizga, yo'lda transportnilarga beriladigan pullar. Shunaqa необычный pullar. Pullar so'mga qancha bo'ladi deganlarga bu 20 ming tanga. Bizning so'mga 500 ming so'm bo'ladi. Ya'ni 10 ming tangasi 250 ming, 240 ming shu atrofida, ikkosining atrofida. Toshnisini bilmadim, lekin bular dollarga 100 dollarimiz, tangaga 53.800 tanga. Bu yerda turgan tangani o'zi 1200 dollarga tanga olingan. Ya'ni 1200 dollarimiz tangaga 53.800 dan hisoblaganda 645 ming tanga. Topdimmi? Taksi kalkulyatorga tushib olinglar. Bu dollar rublimiz 200 dollarga 100 dollarimiz 8200. 8200'imiz 200 dollarga bo'lganda 16400 bo'ladi. Shunaqa. Rubl ko'pchilik bilsa kerak. 100 rublimiz 13000, 12000, 15000 shunaqa rubl o'ynab turadi, lekin bizda goh tushib ketadi, goh ko'tarilib ketadi. Hozir to'shnisini bilmayman rublda ham. Lekin dollarga rubl 8000, 8100 rubl, 8200 rubl shunaqa. Tangalarimiz shu. Aytib o'tgandim, mana 10 ming tanga. Bizning so'mga 250 ming, 240 ming shu atrofida. Menga bu 5000 talik yangisi yo'qdi, ammo bor. Xuddi ichiga tilla solib qo'ygandek keltirib turar ekan. Bu yangichasi, bu eskichasi. Bu eskisi ozgina shirokiyroq, kengroq. Mana. Kengligi keng. Ozgina uskiyroq. Chiroyliroq bo'lgan bu, qandaydir ozgina kichkina-yu. Menga yoqdi lekin. Bu 5000 taligimiz, 5000 tangamiz 125 ming bo'ladi. Shunaqami? 10 mingga yarimi, 10 ming tangani 250 mingni 125 ming bo'ladi. Adashmayap turgan bo'lsam. Bu 2000 tali. 2000 tanga. Bunimiz 50 ming so'm bo'ladi. Bu mana 1000 tanga. 25 ming so'm, 24 ming so'm. Kursni bilding, ha? Tangaga so'm qancha? Dollarga tanga qancha? Kursni bilmaydiganlarga bir qiziqarli bir ma'lumotda. Mabodo kerak bo'lib qoladi.
nihoyat 3-kun deganda dokumentimiz keldi. Оформление bo'ldi. O'zbekistonni ham tark etyapmiz, xudo xolasa. Endi Qozog'istonga kirib olsak bo'ldi. Chimkentga ham kirib oldik. Yo'lni qaranglar. Tekisga to'san nima bo'larigina. Mana. Soat ham 1 ga ishlayapti, xudo xolasa. Endi Turkistonlarga borib dam olamiz. Salar kelamiz to'la. Soat ham 2 dan 47 minut o'tyapti. Kechasi kunduzi uxlamasdan yuriladi bizda. Turkistonga bir 50 kilometr qoldi. Ishga kirib oz dam olamiz. Masjiddan mana bitib qolibdi. Turkistondagi chiroyli bo'lib. Turkistondan ham chiqib ketdik, shahar ichidan chiqyapmiz. Turkistondan chiqib olib dam olamiz endi. Soat 3:30 bo'ldi. Choylarni ichib, ertalabda Stengadan chiqib ketyapmiz endi. 3 tomon. Sayohat qilish kerak yigitlar, yoshlar. Sayohat insonni pishiradi. Musofir bo'lmaguncha nima degani bu? Ha, o'sha safarga chiqasan, qiyinchilik ko'rasan, o'zingni nimaga yarashini ko'rasan. Yangi do'stlar orttirasan, vaqtingni naq o'zingga sarf qilasan, kayfiyating chog' bo'ladi. Internetga bog'liqlik degan kasaldan omonda bo'lasan. Talabalasak ham chiqib oldik, mana ketyapmiz sekin. Soatimiz ham 5 dan 6 minut o'tyapti ekan. Tarafimizda mollar. Men mana o'tlab yurishibdi. Ana biz xudo xolasa to'xtadik. Hozir o'zimiz ovqat qilib yeydigan bo'ldik. Nima bor? Mayda chuydalarda. Makron. Tomat, mayda chuydalar. Gazda yoqib endi o'zimiz qilamiz. Surxondaryoda tog'ayamiz bilan birga ketyapmiz. O'lvada. Yana choyga to'xtadik. Ertalabga xudo xolasa mana cho'katella, kalbasa tuxum shularni aralashtirib zavtricha qilib olsak, yana yo'l yuramiz.
nechtali balasa chiqdi. Xudo xolasa endi 10 kilometrda Akto'bida bezga ko'tarilamiz. Qarabsizlar, 150 kilometrda granitsada. Oba. Gaz endi. Akalar Xudo xolasa Rossiyaga o'tib oldik. Yo'q. Yo'lda harakat qilib olamiz. So'llaysigan video chiqaran. Chunki biz boradigan avtomobilda magazin yo'q, oshxona yo'q. Hozir endi 30 kilometrda So'llaysiga keladi. Keyin yo'g'i 80 kilometr Orenburg. Soatimizdan 24-sentyabrga o'tdik. 00:35 12:30. Havo gradasi 15-16. Yaxshi Rossiya. Ancha sog'lom tushib qolgan Rossiyaga. Xohlasa Orenburgda tomoshalarimiz. Tasmotrlar bo'ldi, orqada plombalar uzildi. Soat 12 bir atrofida tasmotr qiladi bu yerda. Plombalar uzildi. Smoqib ketdi plomba. Shuncha mashina Rasmotorda. 20-30 ta mashina bor. Bugungi Rastomashga kirgan. O'zi ko'p kirardi bu yerga. Pashti hamma bazaga kelyapti-kan. Bozorga kirayotganlar yo'q. Soat 5-6larda atrofida dokument berish boshlaydi. Endi Moskvaga qarab yuramiz. Avoni refini ashibgasi chiqib qolgan ekan, ko'rsam antifrizing oz deyapti. O'shanga antifriz qo'yamiz. Tomiga chiqib oldim. Lekin o'zi chiqolmaydi. Qancha bo'lishi kerak bilmadim lekin 1 litr bor. Mana bunaqa uchburcha yonib qoladi. Ya'ni signal, avariyaviy signal. 37 tashibga, ya'ni antifriz bal qilamiz. Bali 159. Qoldi. Ikkala tog'on antifrizini quyib, chekini o'chirib qo'ydim. 37 chekdan keyin ko'rgan bo'lsam, 159 chek ham chiqdi. U akkumulyatorda holatini tekshirish deyapti. Bundan keyin bitta rasmini qo'yib ketaman. Jamiki cheklarni rasmi. Listda shunga qarab turib, agar kimdagi refga yangi o'tirgan bo'lsa, tushunmasa, o'sha qog'ozdan ko'rib turib, nomerini berib turib, nimasi ketgan yoki nimasini tuzatish kerak. Shuni ko'rib olsam ham bo'ladi. 150 xildan ortiq chek beradi. Chek beradi. Nomer, ya'ni shunga qarab turib, strashniy bo'lmasa, tuzatib, shunaqa kamagan narsalarni quyib tuzatib o'tirasizlar yo'lda. Aqlli refimiz uzilishdan oldin signal beradi. Xudo xolasa mana dokumentlar ham chiqdi. Bitta berganda bilmayman. 20 ta mashina berdi shekilli bitta berganda.
Mashinalarga endi kechroq beradi. Bu safar kech berdi ancha. Vaqti bilan beryapti. Akalar hammaga xayrli tong. Rasnomishkadan chiqib 284-kilometrda to'xtaganmiz Namangani. Salarkalar o'tkazib bu bakka. Yuramiz endi joylashib. Rastomishka bo'ldi yukimiz. Orqasini otsa bo'ladi endi bemalol. Ha, yukimizning holati ozgina ko'kligiga klient ozgina orqasini ochib qo'yinglar deganida ko'p mashg'ulot dedi. Yaxshi endi sarg'ayapti. Yurishdan oldin bekitib orqasini reft qo'shib qo'yamiz. Ancha sarg'aygan lekin. Birinchi holati ko'k edi. Xudo xolasa ba'zi bezatkaz tushirib oladi degan umiddamiz. Samara Alekseyevkaga ketish. Gidetda 20 kilometr qoldi Samaraga. To'xtaganmiz mana zapravkaga. Chunki hozir yo'limizda ko'rik keladi, katta ko'rik. O'sha yerda transport ishlayapti ekan. Yukimiz shoshilinch emas, birov shoshiltirgan yo'q. Transportning ketishini poylab shu yerga to'xtadi yana. Xullas bir kunda 300 kilometr yurib, to'xtab yurib, shunaqa bo'lyapti. Kecha Rastomishkadan chiqqanimizdan beri. Endi ozdalchi yurib, baholasa benzaga ketib olamiz. Hozir bizni ovqatimiz pishyapti shu yerda. Soat millarimiz 2:01. Ko'rishinglar mumkin. Havo gradusi 6 gradus. Moskvaga qarab sovib boryapti havo. Moskvaga keladiganlar kurtkalarni olib kelaverasizlarmi deyman. Men ham 2-3 ta qalin sochlar tashlagan edim-ku. Pastlekin normal sovuq bo'lyapti. Benzaga xudo xolasa 120 kilometr qoldi. Bag'i benzadan chiqib Makshan 60 kilometr, shu Makshan transportnikidan o'tib dam olamiz. Hozir chuchuq kelgan yo'q. Sababi Samarani transportning ketishini poylab gidetda 5 soat, 6 soat yotdik. Poylab. Shu sababdan uyqumiz kelgan yo'q. Ketyapmiz. 2 bo'lgan bo'lsa soat 150 kilometr, 120 kilometr benza. Yana 60 kilometr Makshan. Gidetda 3 soat, 3,5 soatlarda yana yetib olamiz. Soat 5 bo'ladi. Ketyapmiz endi shunaqa qilib. Akalar biz to'xtadik stansiyaga, xudo xolasa. O'zbekiston vaqtiga soat 4:30 bo'ldi. 4:40. Lekin Moskva vaqtiga soat 2:30 bo'ldi, 2:40. Ya'ni bugungi shu yurib kelgan yo'limizdan biz 2 soat orqaga qaytyapmiz. Hozir vaqtimiz, biz bu yerdagi vaqtimiz 2:40. Endi dam olib ertaga ertalab turib yuramiz. Hammaga xayrli tun.
Sheri sotaga o'tib ketdi. Orqamda mashinani. Sheriga. Makka bor ekan. Makka shu vaqt chiqamiz. Iloji yo'lda yarimiga to'xtadik. Tinu Street 109 kilometers. Vladimirdan Moskvaga M7 ga tushdik. Yo'llar murakkabligini ko'ryapsizlar. Tepamizda platniy yo'l. Yonimizda Vladimirga kirgatish. Yo'llar ozgina adashib qolsalar ketdilar. Xolasa bag'i 120 kilometr qoldi. Naginskiga to'g'ri mana shu yo'l Naginskiga boradi. Biz hozir M5 dan M7 ga kesib chiqdik-da. Vladimirdan o'tib chiqdik yo'lga. Bu yo'l M7 ga tushib oldik endi. Ketdik endi. Yana o'sha Naginskiy baza. Bagadors. Mashinani joylashtirdim, yana xuddi o'sha o'tgan safargi joyiga. Pashti bu baza ham katta ish bo'lib qoldi. 3 marta, 4 marta kelishim bu bazaga. Obratishga bilan Petrosga kirib harakat qilib chiqamiz. Bazaga kirib oldik yana mana. Dokument topshirib stansiyaga qo'yamiz mashina. Shunaqa ovozda uxlashga majburmiz endi. Charchaganda bu ovozdan ham eshitilmaydi. Muhimi o'chganda turish. Lefchilarda shu ovoz o'chib qolganda turib ketish kerak shop. Chunki ichidagi mahsulot aynib qolishi mumkin. Jigarlar biz Xudo xolasa chaqirdi. Qoraga kirpich. Mana aylanib kelish kerak. Kirpichdan solamiz. Iloji yo'q ekan endi. Shodan solamiz. Aytay oldi. Yashil svet yondi. Yani alışım mümkün değil. Bo'ldi. Baholasi bo'shadik. Endi dokumentni kutamiz. Akalar ertalabda baholasi. Dokumentni oldik. Skeletdan chiqib ketishga ruxsat. Yukimiz Xudo xolasa o'tdi. Shaqtaga ahamiyat bermaysizlar, sovuq ekan. Xudo xolasa yukimiz o'tdi. Endi chiqib ketishga tayyormiz. Shuncha O'zbekistonda qiynab, ushlab o'tirib, fito bermasdan, sarson sargardon qilmasdan shuni sirasi bersa bo'ladi. Mana kelganimga pashti 1,5 kun turdim xolos bazada. Sirasi chaqirdi. Kelgan kuni ertalab ertasiga ertalab dokumentni beryapti. Xudo xolasa videoni yakunlaymiz endi shu yerda. Qo'llab-quvvatlab, podpiska, like, kommentariya kutib qolaman hammalaringni. Xudo xolasa qaytish videosi alohida bo'ladi. Sizlarga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.